Assalomu alaykum hammaga, barcha yuk mashina haydovchilariga, diqqatiga. Mana tarozi ishga tushayotgan, xudo xolasa yo'llar ochildi nasib. Mana. Tarozi qo'yilgan joy. Bu tomoni Samarqanddan kelish, Navoiyga qarab ketish. Mana shuncha kameralar. Oldindan, orqadan keladigan mashina ham, ketadigan mashina ham bor. Tarozi mana-ki, tarozi qo'yilgan. Yo'lda hech qanaqa to'xtamasdan o'tib ketaverasizlar. O'zlari o'lchab. Mana kameralar bor. Kameralar bor mana. O'zlari jarimasiga yozib, 100 dan to'lashadi. Ikki tomon. Bu tomoni Navoiydan kelish, Samarqandga qarab ketish yo'lida. Kameralar bilan birga jihozlangan. Yangi yildan keyin yanvar oyidan ishga tushadigan gapi bor. Yana ham bilmadim, yo'g'ini aniq emas. Ehtiyot bo'lib kelaverasizlar. Imkon qadar normada yuk ortish kerak, shopir akalar. Men o'zim katta mashina haydayman. Ana mashina.